Barchlaringga omad bolajonlar. Ideal bilim donini mana 3-bosqichini ochiq deb e'lon qilaman. Endigi navbatni 2-D sinf o'quvchilari ishtirokidagi sahna ko'rinishiga beramiz. Onasi Islomda maktabdan keldimi? Kelib qolar. Dadasi qachon o'g'limiz maktabidan 5 olib kelarkan-a? Olib qolar. Assalomu alaykum dadajon, bugun maktabdan 5 oldi. Qani? Onada 2, matematika 3, qani 5? 2 ga 3 5. Hazırlanmış. Leaves are falling to the ground, to the ground. Look at all the colors, look at all the colors. Black, yellow, brown, red, yellow, brown. Look at my teacher sitting on the chair. Her shoes are blue. She's got long black hair. A picture on the bus. A picture on the fish. Look at my teacher. Her name is Mrs. Nassim. I am happy. You are sad. He is angry. She is glad. It is hot. They are cold. You are young. They are old. At our school. In the playground, we have lots of fun. We play, we talk, we jump, we run. At our school, at our school, at our school. In the sport fields, we do PE. We play all together, you and me. At our school, at our school, at our school. In the bathroom, we play and grow. We put our pictures on the walls. At our school, at our school, at our school. In the computer room. Boshlang'ich sinflar o'rtasida o'tkazilgan ideal bilim doni ko'rik tanlovida faol ishtirok etib, o'zining aql zakovati, bilimi bilan tengdoshlariga o'rnak bo'lgan 1-D sinf o'quvchisi Karim va Mumtozaxon taqdirlanadi. Qarsak choptiringlar. Xuddi shunday faxriy yorliq hamda sovg'a bilan 1-B sinf o'quvchisi Abdubannoq Parvardiy taqdirlanadi. 1-A sinf o'quvchimiz Abdumo'minova Mumtozaxon. 2-A sinf o'quvchisi Shavkatov Yahyobek taqdirlanadi. 2-B sinf o'quvchisi Odilov Muhammad Ziyo taqdirlanadi. 2-D sinf o'quvchisi Abdullayev Xayrullaboy.
Yetib keldik. Marhamat. Ikkinchi sinfda Maktabimizning yosh maktablari. birinchi A sinf. Halila. Bu o'quvchilarimiz o'rtoqlarning ichida o'zaro bellashib, ideal bilimdoni nomiga sazovor bo'lishdi. Taqdirlab qilib, chiroyli tarbiya qilgan avvalo ota-onalarga kattakon rahmat aytamiz va sekin-astalik so'zga taklif qilamiz. Birinchi A sinf o'quvchisi o'qituvchilar, ota-onalar, o'quvchilar, hammalaringizga katta rahmat, ideal rahbarlariga, ustozlariga, fan ustozlariga, Madinaxonga katta rahmat. Rosa xursand bo'ldik. Xursandmiz. Hamma qolgan o'quvchilarga ham assalomu alaykum hammaga. Tashkilotlar, hammaga rahmat. Ustozlar, idora sizga alohida rahmat. O'quvchilarimizni sho'x, quloqsiz o'quvchilarimizni yaxshi tarbiyalab, ilm berib, shu darajalarga olib chiqqan sizga rahmat avvalo. Hammalaringga rahmat, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Mana shu maktab ma'muriyatiga alohida juda katta rahmat, tashakkur aytamiz. Ustozimiz mana Iroda Ne'matjonlar juda ham bilimli, o'quvchilar ham mana bilimdon bo'lishib chiqishyapti hammalari. Juda ham minnatdormiz. O'g'lim bu maktab tanlaganidan juda ham xursand. Maktabi bilan, ustozlari bilan faxrlanadi. Juda ham yaxshi ko'radi. Bu yutuqlarga erishishida 90% ustozlarning mehnati yotibdi, 10% farzandim qarashgani bor xolos. Ustozlarga shuning uchun katta rahmat aytaman. Iloyim charchamasin. Katta o'g'lim ham mana shu maktabda o'qishyapti. Biz bu maktabdan juda ham katta yutuqlar kutyapmiz. Ilohim charchamanglar ustozlar. Juda ham hayajondaman hozir. O'g'lim shunday yutuqlarga erishganidan xursandman. Iroda Ne'matjonimga sizga juda ham katta rahmat. Sog' bo'ling, charchamanglar. Assalomu alaykum. Ustozlar, to'g'risi bu o'g'lim birinchi sinfga Rishtonda xususiy maktablar asosida degan o'zim shaxsan ham kelib, shu paytgacha shu ideal ta'lim tarbiya maktabi berganimga biror marta afsuslamadim. Ularga sizlarning xizmatlaringiz katta rahmat. Ancha shohlanasiz. Shunaqa holatda bo'lib turgan farzandlar, shunaqa chiroyli ta'lim tarbiya berganlarga, boshqa ustozlarga, hammalariga katta rahmat. Sog' bo'linglar. Bundan keyin ham farzandlarimiz orqasida shunday quvonib yurish hammamizga nasib qilsin. Rahmat. Assalomu alaykum hammaga yana bir bor. Avvalambor sizlarga rahmat. Katta o'g'limga shunday tarbiya beryapsizlar. Sog' salomat bo'linglar. Opa, nimalarni gapiga qo'shilaman. Rahmat sizlar. Assalomu alaykum. Hammalariga maktab ma'muriyati, onalar, ko'pincha onalar o'tishdi, bolajonlar. Men juda ham xursandman, juda ham hayajondaman. Men sizlarga juda ham cheksiz minnatdorlik bildiraman. Maktab ma'muriyatiga, ham o'qituvchilariga, hammalariga katta rahmat. Chunki eng sho'x bo'lgan vaqtda bularni jilovlab shunchalik darajaga yetkazishni o'zi oson gap emas. Ularni jilovlab, jilovlarini ushlab juda ham xursandman. Bolam ham juda ham xursand shu maktabda o'qiyotganligiga. Ustozlaridan juda ham minnatdor. Shunday quvonib, xursand bo'lib boradi uyga. Videolarni ko'rib o'zimiz ham xuddi shu maktabda o'qiyotgandek bo'lamiz. Shunday mazza qilamiz, gapni rosti. Juda ham minnatdorman. Rahmat hammalaringga, fan o'qituvchilariga, maktab ma'muriyatiga qaytib rahmatlar aytaman. Men yana umid qilaman, bundan ham katta yutuqlarga erishishadi. Dilnozaxon, sizga katta rahmat. Eng katta rahmat sizga. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Ilmingiz bundan ham ravon bo'lsin. Rahmat. Rosa ham xursandman. Rahmat.